Bitta qonuniyat bor qaranglar, inshaalloh yakuniy gapim. Qonuniyat borki, hech qaysi bir bo'shliq bo'sh qolmaydi. Har bir bo'shliq albatta to'lishga intiladi. Nimadir bo'sh qolsangiz, o'sha narsa to'lishga intiladi. O'shancha ham qalb va aqlni qanchalik biza nima bilan to'layotganini nazorat qilmasak va xuddiki uni bo'shdek tashlab qo'ysak, u bizni xohlamagan, bizni qoniqmagan narsalar bilan to'lib boradi. Ya'ni masalan, siz qalbingizni yaxshilik bilan, siz qalbingizni Qur'on bilan, siz qalbingizni Alloh bilan aloqa bilan, siz qalbingizni umuman bu dunyoda mavjud bo'lgan barcha xayr amallar bilan to'ldirmasangiz, shu g'oyalar bilan to'ldirmasangiz, shu maqsadlar bilan to'ldirmasangiz, qalbingiz yomon maqsadlarga, yomon niyatlarga, yomonliklarga avtomatik tarzda to'ladi. Yomonlikka siz harakat qilmasangiz ham to'ladi. Yaxshilikka faqat harakat qilsangiz to'ladi. Insonligimizning mas'uliyati mana shunda. Va xuddi shunaqa miyamiz ham. Agar miyani sifatli ma'lumot bilan to'ldirmasak, sifatsiz ma'lumot bilan shundoq ham to'ladi. Ayniqsa hozirgi asrda. Chunki hozirgi asrda sifatsiz ma'lumot yetarli. Faqatgina kurs vebinarlar sifatli bo'lish emas, balki oddiy qanaqa reklamalar, o'sha aytganimdek qanaqa kanallarga yozilgansiz, qanaqa insonlarni kuzatyapsiz shunchaki. Mana shu ahamiyatli. Qanaqa kitoblarni o'qiysiz. Kitob o'qish barobar yaxshi amal, yokida albatta sifatli ilm degani emas. Ko'pchilik kitob bu aksioma yaxshilik deb o'ylaydi, yokida albatta kitob barobar saviyalilik deb o'ylaydi. Saviyasiz bir tiyinga qimmat kitoblar yetarlicha ishonaveringlar. O'shanchadan qanaqa kitoblarni o'qiyapsizlar, kimni kitoblarini o'qiyapsizlar, nimaga o'qiyapsizlar aniq bilish kerak. Maqsad aniq, Allohning rizoligi. Eng oliy maqsadimizni qidirib yurishimiz kerak emas. Bu bizga berilgan eng katta ne'matlardan. Va mana shu faqatgina aniq bo'lgan maqsadga olib boradigan yo'llarimizni aniqlab olishimiz kerak. Mana shu aniqlayotganimizda imkon qadar bo'shliq qoldirmaslikka va faqatgina yaxshilik ila to'ldirishga harakat qilinglar. Chunki biz xohlaylik, xohlamaylik, yomonlik baribir bo'ladi.